Surunkali sistitni profilaktikasi. Birinchisi ko'p suv ichish. 1,5-2 litr suv ichish kerak. Ikkinchisi jinsiy aloqadan keyin siyish. Uchinchisi to'g'ri yuvinish. Tepadan pastga yuvinish kerak. 4-5 marta pastdan tepaga emas. Keyingisi demanoza. Bittadan bir mahal 3 oy ichiladi. Keyin klukva. U ham 3 oygacha ichiladi. 36 mg aktivniy vещество kirish kerak. Ya'ni klukvini mors, saharni klukva yordam bermaydi. Именно ekstrakt klukvi 36 mg kuniga 3 oy ichish kerak. Keyin probiotika. Probiotiklarni ham har xil, kishechniy probiotik, Linuxlar, boshqalar laktogeli yordam bermaydi. Именно GR1 va RS10 shtammlari bor. Именно bunaqa probiotiklarni ichish kerak 3 oy davomida. Keyin agar juda sistit bezovta qilib juda ko'p bo'layotgan bo'lsa, unda immunoprofilaktika, qovunni immunitetini ko'taradigan dorilar bor. O'shani 3 oygacha ichish kerak. Antibiotika kelsa, har xil antibiotiklar olmanglar. Ceftriaxon, har xil metragil va boshqa kapelnitsa, osma ukolli yordam bermaydi. Первая liniya bu o'sha fosfomitsin va nitrofurantoin antibiotiklar. Но uni vrach yozgani yaxshi. Agar savolingiz bo'lsa, menga lishkaga yozinglar, men konkretno yozib beraman, qanaqa doza va qanaqa davomiyligini va qanaqa dorilar Toshkentda bor o'sha probiotika va boshqasini yozib beraman. Kasal bo'lmanglar, salomat bo'linglar. Sistit davolashda har doim ham antibiotik foyda bermaydi. Boshqa dorilar bilan davolashsa bo'ladi, sog' bo'linglar.